Kamoliddin Behzod nomidagi dizaynerlik institutiga kirganimda bitta narsaga e'tibor berganman. Ko'pchilik iste'dodsizligidan emas, balki o'zini ya'ni tayyorgarlik tizimi yo'qligidan yiqilgan va kirolmagan. Va sizlarga bugun aynan tanishlarim nimaga kirolmaganliklari sababini va xatolarini, asosiy xatolarini aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va sizda qaysi muammolar bor, shuni ustida ishlang va qaysi xatolar sizda bor, albatta to'g'rilang bu xatolarga e'tibor berib. Birinchi kirolmagan tanishlarim ko'pchilik o'rtoqlarimni kuzatganman. Ya'ni men birinchi yil o'zida o'qishga kirgan bo'lsam, ular kirolmagan va eng asosiy sabablardan bittasi bu ijodiy imtihon vaqtiga ulgurib bera olmagan. Ya'ni ular juda ham talantli, ya'ni iqtidorli, g'oyalari kuchli, lekin ularda juda ham ko'p vaqt kerak zo'r chizib berish uchun. Ijodiy imtihonda ma'lum bir vaqt beriladi va bu vaqtda siz 5 ta kolleksiyadan iborat bo'lgan kolleksiyani to'g'ri, biletga xos chizib berishingiz kerak bo'ladi aynan o'sha vaqtda ichida. Va u tanishim 3 tasiga ulgurgan va qolganlari chala qolib ketgan, lekin sifatli chiqqan, lekin uni bali yuqori bo'lmagan. Sababi u ijodiy imtihonni topshirig'ini to'liq bajarib bera olmagan hisoblangan va u ya'ni g'oyasi kuchli, iqtidorli bo'lsa ham ijodiy imtihon vaqtiga ulgurib bera olmaganligi sababli institutga kira olmagan. Va ikkinchisi bu eng muhim joyi bu chizma tasvirdan tayyorlanmaslik. Ya'ni ko'p tanishlarim dizaynerlik yo'nalishiga tayyorlanishgan, aynan libos dizaynidan yuqori ball olishgan, lekin chizma tasvirdan juda ham past ball olishgan. Ya'ni libos dizaynerlikdan olishgan eng yuqori ballari bilan ham institutga kirisha olmagan. Sababi juda ham past to'plangan ikkinchi ijodiy imtihondan. Ya'ni chizma tasvir bu haykal chizish deyiladi. Haykal chizish unchalik yoqtirishmagan, e'tibor berishmagan, bor e'tiborlarni libos dizaynerlikka e'tibor berib, chizma tasvirga umuman e'tibor bermasdan, hattoki eng yuqori ball olishsa ham chizma tasvir tayyorgarlik ko'rmaganliklari sababli yiqilishgan, ya'ni kirisha olmagan. Agar siz chizma tasvirdan tayyorlanmayotgan bo'lsangiz, albatta tayyorgarlikka boshlang. Ikkita yo'nalishingizdan balki yaxshi tayyorgarlik ko'rsangiz, birinchi yil o'zida kirish ehtimoli yuqori bo'ladi, balki yaxshi harakat qilsangiz garantiya ham kirish imkoniyati bor. Ya'ni ko'pchilik abituriyentlardan ko'pchiligi men dizaynerlik yo'nalishiga topshiraman, lekin haykal tushishidan xabar bo'lmaydi ko'pchiligi. Aynan davlat dizaynerlik yo'nalishlarida chizma tasvir yo'nalishi bor, ya'ni haykal chizish ijodiy imtihonda beriladi va ko'pchilik bundan tayyorlanmaydi va o'zi xohlagan dizaynerlik institutiga kira olmaydi. Ya'ni davlat institutida chizma tasvir yo'nalishi borligini ko'pchilik xabari yo'q va albatta bu narsaga e'tibor bering. Chizma tasvir sizga agar tayyorlanmayotgan bo'lsangiz, ya'ni ijodiy imtihonga tushib qolsa, sizga surprizdek bo'lishi mumkin. Ya'ni siz dizaynerlikka tayyorlandingiz, yuqori ball ola olasiz, lekin chizma tasvir bo'lgani uchun ikkinchi fan sifatida qo'yilgani uchun e'tibor bermagansiz va o'zingiz xohlagan institutga kira olmaysiz. Ya'ni eng ko'p aktual bo'lgan institutga kira olmaganlikka sababi aynan shu. Ya'ni chizma tasvirdan tayyorlamasdan bor e'tiborni dizaynerlikka qaratish. Ya'ni eng yuqori ball to'plasangiz ham dizaynerlikdan kirish imkoniyatini yo'qotasiz. Va eng asosiysi do'stlarim yoki o'rtoqlarim, tanishlarimda kuzatgan holat, ijodiy imtihonda ham bu narsani sezganman. Ya'ni hayajondan titrab rasm chiza olmay qolishgan va ko'pchilik qo'lida qalam tutgan, qo'lini ham ko'rganman, ya'ni titrab chizish olmagan. Ijodiy imtihonda bilet tutsa ham bilet esdan chiqib qolgan. Ya'ni eng ko'p e'tiboringiz agar hayajoningiz kuchli bo'lsa, shu narsani ustida ishlang. Hech qanaqa hayajonlanadigan narsa emas. Ijodiy imtihon balki o'zingiz tengi qiz ayollar bo'ladi. O'zingizga o'xshagan tayyorgarlik ko'rayotgan qizlar ichida topshirasiz. To'g'ri, bu narsa qanaqadir muhim kun hisoblanadi, lekin o'zingizni yo'qotib qo'ymasdan, aynan orzungiz uchun bu narsa ta'sir qilish kerak emas. O'zingizni yo'qotib qo'ymasdan davom ettirishingiz kerak. Ya'ni hayajoningiz ustida ishlang. Agar yaxshi ishlasangiz, hayajonga e'tibor bermasangiz, bor e'tiboringiz rasmda bo'lib, ya'ni yaxshi topshira olasiz. Bu videoni dizaynerlikka topshirayotgan tanishlarga yuborib qo'ying va qanaqa sizda hozirgi kunda qanaqa qo'rquvlar bo'lyapti, kommentariyada yozib keting. Albatta e'tibor berib, qarab, yanada ham foydali videolar chiqaramiz shu temada. Ya'ni qo'rquvlarni qanaqa yo'qotamiz. Uning uchun siz agar abituriyent bo'lsangiz, bu yil dizaynerlik institutiga topshirayotgan bo'lsangiz, sizda qanaqa qo'rquvlar bo'lyapti, izohlarda yozib qoldiring. Har bittasiga alohida e'tibor berib, yordam berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda nima tema bo'lishini yozib qoldiring. Albatta shu temada video chiqaramiz.